Voy bolajonlarim, bugun hammangiz qanday chiroyli, nurli ko'rinasiz. Aytingchi, odobli bola boshqalarni qanday eshitadi? Diqqat bilan, gapini bo'lmasdan, hurmat bilan tinglaydi. Barakalla bolajonlar, sizlardan mehr yog'layapti. Agar kimdir yordam so'rasa, nima qilamiz? Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Sababi bu insoniylik. Sizlarning mehringiz butun dunyoni yoritadi. Aytingchi, ko'chada kattani ko'rsang nima deysan? Assalomu alaykum deb tabassum bilan salom beraman. Qani, kim har kuni toza yurishni yaxshi ko'radi? Tozalik nimani bildiradi bilasanmi? Tozalik iymondandir. Har doim ozoda yurish kerak. Voy, qanday aqlli bolalar sizlar. Agar o'rtog'ing biror narsasini sindirib qo'ysa, nima qilasan? Urishmayman, tinchlantiraman. Bo'ladi, keyingi safar ehtiyot bo'lamiz deyman. Qani, kim bugun onasiga yordam bergan? Ota-onaga hurmat qilish nimani bildiradi? Minnatdorchilikni, mehrni va yaxshi farzand bo'lishni bildiradi. Sizlarning mehringiz osmonday. Kimdir sizni xafa qilsa, nima deysan? Mayli, kechiraman deyman. Kechirimlilik kuchdir. Ajoyib. Endi aytingchi, darsda o'qituvchi gapirayotganda nima qilamiz? Tinch turib, diqqat bilan eshitamiz. Voy, qanday muloyim bolalarsiz. Kimdir yordam so'rasa, lekin siz charchagansiz, nima qilasan? Baribir yordam beraman, chunki yaxshilik hech qachon zoya ketmaydi. Sizlarning yuragingiz oltindak. Agar ukang yoki singling xafa bo'lsa, nima qilasan? Uni quchoqlayman, kuldiraman, men seni yaxshi ko'raman deyman. Bolajonlarim, sizlar haqiqiy mehr manbaisiz. Uyda mehmon kelsa nima qilamiz? Salom beramiz, joy ko'rsatamiz, mehr bilan kutib olamiz. Qani, kim bugun iltimos degan so'zni ishlatgan? Nega bu so'z muhim? Chunki bu so'z hurmat va madaniyatni bildiradi. Sizlarning tabassumingiz gullardek chiroyli. Agar biror joyda axlat ko'rsang, nima qilasan? Uni olib, axlat qutisiga tashlayman. Ajoyib. Endi aytingchi, do'stlikni qanday saqlash mumkin? Rostgo'y bo'lish, yordam berish va hech qachon xiyonat qilmaslik bilan. Qani, kim bugun mehr bilan boshqasini quvvantirdi? Kimnidir quvvantirish bu nima? Bu eng katta yaxshilik. Quvvantirsan, Alloh seni ham quvvantiradi. Sizlar eng odobli, eng aqlli bolalarsiz. Kitob o'qish odobmi? Ha, kitob bilim, bilim esa nur. Voy bolajonlar, sizlarni ko'rib faxrlanaman. Kichiklar bilan qanday gaplashamiz? Yumshoqlik bilan yaxshi so'zlar aytamiz. Sizlardan yaxshilik yog'ilayapti. Agar xatoga yo'l qo'ysang, nima qilasan? Kechirim so'rayman va endi takrorlamayman. Bolajonlarim, bugun ham sizlar bilan faxrlanaman. Ota-onaga qanday minnatdorchilik bildiramiz? Rahmat deymiz. Yaxshi o'qib, ularga quvonch ulashamiz. Qani, kim har kuni duo qiladi? Duo nima degani bilasanmi? Allohdan yaxshilik so'rash demakdir. Har kuni duo qilaman.